aka-ukalar, yulduzchani bugungi holat tomosha qilinglar. 5 kilo bora, hozir ham 5 kilo. 5 kilo. Mana bir ko'z. Haqiqiy qorlar chiqqan xo'rozda bu aka-ukalar. Aka-ukalar, xudo xolasa. Bu polvondan bolaga olib kelingan narsa. O'shda o'ynagan, ha, hoji aka? Ha, o'shda o'ynagan. 50 million, 60 million pul ko'tarib o'ynagan xo'roz aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. 1,5 mingga bolaga olib kelingan. Mana aka-ukalar xo'roz. Tomosha qilinglar. Xudo xolasa, bu bolalardan ham xudo xolasa hoji aka qadam beradi. Tomosha qilinglar. Hozir 5 kilo bormi hoji aka? Ha, 5 kilo 400. 5 kilo 400. Formasini qarang. Tomosha qilaman, maza qiladi. Bu tomoshaga aka-ukalar makonlarga qo'shgan olib kelindi aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin, krasavchik. Haqiqiy badanchi xo'rozda bu aka-ukalar. Bu Ali Pramoy Koreyaning o'g'li aka-ukalar. Buni o'zim sotuvdim, o'zimizni qadrdonga. Chet elga chiqadigan bo'lib qoldim. O'zim yana qaytarib oldim bu xo'rozni aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Fevralda chiqqan cho'jada bu aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Xo'rozni qaranglar aka-ukalar, haqiqiy san'at asarida. Buni kartinga ham ishni o'ynab olyapti aka-ukalar buni oldida. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Mana xo'roz bo'ladi aka-ukalar. Bitta qo'yib yuboraman jonivorda yerga. Bu yurib suvlar qilgan bo'ladi. Mana xo'roz bo'ladi aka-ukalar. Buni qaranglar kalligiga. Mana xo'roz aka-ukalar. Nima deyapti aka-ukalar? Forma. Aka-ukalarning qaranglar, makiyondir, polvonligi, jonivor. Вообще kattalar, вообще katta aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Mana makiyon aka-ukalar. Makiyonni haqiqiy dinozavr tomosha qilaman, maza qilinglar. Tayyor tuxumda aka-ukalar, 2 turli bu makiyon aka-ukalar. Bilmayman, eng katta 5 kilolik xo'rozdan katta aka-ukalar. 5 kilo 400 bu makiyon. Hozir bilmayman necha kilo aka-ukalar, lekin juda katta makiyon. Bir respublikada yo'q bo'lsa kerak bunaqa katta makiyon aka-ukalar. Juda ham katta aka-ukalar. Kimga nasib qilsa ham borganda o'zi ko'rgan hayratda qoladi makiyonda aka-ukalar. Juda ham katta makiyon. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Buni makiyonni qaranglar, kalligini. Bu kattaligini ham ko'ringlar aka-ukalar makiyonni. Mana. Mana. Rayog'ida qilib bor aka-ukalar, tayyor tug'yapti makiyon. Ammo aka-ukalar bir kun dam olib tug'adi aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Mana makiyon. Aka-ukalar tomosha qilaman, maza qilinglar makiyon. Hozirsi mana shunaqa bo'ladi aka-ukalar. Bu pilotka, kalle aka-ukalar, bo'yindagi qora, bo'yindagi qora aka-ukalar. Voy, joningiz sog' aka-ukalar, tomosha qilaman, maza qilinglar. Badanchi bardoviylarning enasi. Bolani faqat bardoviy beradi aka-ukalar. Вообще toza chiqib olgan aka-ukalar. Bo'yni bilan domini oxirini ko'yiladi aka-ukalar. Вообще toza chiqib olgan aka-ukalar. Tomosha qilaman, maza qilinglar. Tayyor tuxumda aka-ukalar. Makiyon. Mana tomosha qilinglar makiyon. Hatto suvenirda aka-ukalar. O'sha tez limonkani ham tana to'g'ri aka-ukalar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Ketelamda mana limonkani ham tana to'g'ri nima deyapti? Tayyor tuxumda aka-ukalar. Makiyonga bitta baho beringlarchi, tozaligiga aka-ukalar. Ancha-munchasi aka-ukalar quchoqlab oladi ko'rgan odam. Aka-ukalar, makiyon nima deyapti? Tomosha qilaman, maza qilinglar. Lubistovani ham tanasi aka-ukalar. Makiyon kichiklik. Tayyor tuxumda aka-ukalar. O'ta qattiq lina aka-ukalar bu. Joningiz sog' bo'lsin. Buni kalligini ham bitta ko'rib qo'yinglar-da. Afshim chiqib o'rgan jonivor. Mana makiyon bo'ladi aka-ukalar, mana pista tumshuqligini ham ko'ryapsizlar, mana kalligini ham. Joningiz sog' bo'lsin. Tomosha qilaman. Aka-ukalar uchovi. Sinatrda bolalar, ikkita xo'roz, bitta makiyon. Tomosha qilaman, maza qilinglar. Aka-ukalar, mana bu ikkinchisi, tomosha qilinglar. Mana sinatrda bolalari. Ikkinchi xo'roz aka-ukalar. Mana kalli. Mana pilotkasi aka-ukalar. Aka-ukalar makiyoni tomosha qilaman, maza qilinglar. Mana bularning enasi haligi tanachi. Hozir yurishgan. Mana 10 millikda bolasi yurishdi-yu. Mana shu cho'ja aka-ukalar. Mana tomosha qilaman, maza qilinglar. Voy, joningiz sog' bo'lsin. Parini ham qaranglar aka-ukalar. Voy, krasavchik aka-ukalar. Mana jonivor. Tanachi bedana parda qizida biriga biri quyma bo'lib chiqqan. Kallaklarini ham qaranglar. U ayollarning dastalarini sariqligini. Hozirgi bedana parda ham tanasi. Tomosha qilinglar aka-ukalar. Mana makiyonchilar.